Yurtimizda nogironligi bo'lgan shaxslar uchun teng imkoniyatlar yaratish, ularning jamiyatda faol ishtirokini ta'minlash va sport orqali hayotga bo'lgan ishonchini mustahkamlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, pasport turlarining rivojlanishi jismoniy imkoniyati cheklangan bo'lsa-da, ruhan barkamol ekanini namoyon etayotgan fidoyi sportchilar uchun katta imkoniyat yaratmoqda. Oktyabr oyida sportning para-powerlifting turi bo'yicha bo'lib o'tgan Qoraqalpog'iston chempionatida faxrli birinchi o'rinni egallagan Umida Qadirbayevani musobaqaning keyingi O'zbekiston Respublikasi bosqichiga qizg'in tayyorgarlik paytida uchratdik. Qahramonimiz bolalar serebral falaji kasalligi bilan dunyoga kelgan. Sportning para-powerlifting sportiga 6 oydan beri qatnashib kelaman va kecha bo'lib o'tgan Nukus shahrida faxrli birinchi o'rinni egalladim va O'zbekiston kubogiga yo'llanma oldim. Sportga qiziqishingizga kirib kelishingizda nima sabab va kim sabab bo'ldi? Onam sababli keldim. Onam bilan kasal bo'lib qolar edim. Endi sportga kelib yaxshi bo'ldim. Hozir yaxshiman. Sog'ligim yaxshi joyida. Bundan 6 oy oldin qiziga hamroh bo'lib, uni salomatligini mustahkamlash maqsadida sport zaliga kela boshlagan Mirxan Sadikova ham serebral falaji kasalligi bilan yashab kelmoqda. Qizining harakatlari, yutuqlaridan ilhomlangan onaning o'zi ham bugun sportchi. Berun tumanida sportning para-powerlifting turi bo'yicha 2024-yil sentyabr oyida faoliyat yuritib boshladim va shu kunga shogirdlarim Qoraqalpog'iston chempionati kuboklarida faxrli o'rinlar olib kelyotir. Aytib o'tsak, kecha bo'lgan 11-oktyabr kuni Nukus shahrida Qadirbayeva Umida faxrli birinchi o'rinni egalladi. Sadikova Merxonova faxrli birinchi o'rinni egallab O'zbekiston bosqichiga yo'llanma oldi. Va oldimizda maqsadlarimiz keyingi yil Osiyo va jahon chempionatiga litsenziya qo'lga kiritish va terma jamoa safiga qo'shish. Beruniy tumanida nogironligi bo'lgan sportga qiziquvchilar uchun para yengil atletika, para suzish, para shaxmat, para taekvondo, para powerlifting, para karate va KF turlaridan to'garaklar tashkil qilingan bo'lib, tuman bo'yicha 105 nafar shug'ullanuvchilar bu sport to'garaklarining doimiy a'zosi.